Obunachilar, qo'ylar mana gigantlarga ham yetib keldik. Mana sizga siz izlayib turgan qo'ylarni udorlari obunachilar. Ko'ryapsiz, odamni kuchi yetmaydi akalar. Mana yillarni ham bir yaqindan ko'rsatib o'tib ketamiz akalar, xudo xolasa. Yarichka savol so'ragan akalarimizga qo'ydi qaranglar, jonivorni, mon qaranglar. Mashalloh. Mana akalar, qo'ydi qaranglar jonivorlarni, mashalloh deb kommentar yozib qo'yish esan chiqmasin. Bunisi akalar urg'ochi, sovliq emas. Toza tini ikkovini ham. Kalla garbonus. Hamma tomoni xudo xolasa akalar kelishgan, yaxshi narsalar. Mana akalar turishini qaranglar. Like ni bitta bosib qo'ying, hoji buva sizga ham mana shunaqa qo'ylardan boqish nasib qilsin. Hammamizni qo'ramizga ham mana shunaqa yarchkalardan akalar boqish nasib qilsin. Obunachilar, so'nggi partiyamiz, so'nggi qo'yimiz. Mana bunaqa to'sizasiz akalar. Endi men oltin kirib qolibdi akalar. Qaymoq rang akalar qo'yimiz mana. Kallani, garbonus qaranglar endi. Kalla yuzini qaranglar, mashalloh. Ishlar oshiqda ishlarni 9 oylik qo'zichoqni berishdi akalar. Mana mayda. Nimalari ham bor akalar, tumorlari ham bor. Mana bu endi yaxshi qo'ydi bolalari ekan mana. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari. Mana shunday naslli zotdor qo'y ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Obunachilar, bugun xudo xolasa sizlarga qo'ylarni gullaridan xudo xolasa video qilib chiqarib beramiz. Anchadan beri kanalimizga video qo'yganimiz yo'q, chunki yaxshi qo'ylarni, sifatli naslli yaxshi qo'ylarni akalar to'g'ib kelish bilan band bo'ldi akalar shu bir hafta atrofida. Xudo xolasa bugungi assortiment qo'ylarni yaxshilar chiqadi akalar. Endi video qilamiz desak, uyimizdan kelib qo'ylarimiz hammasini bir kishi ketib qoldi. Boshqa bo'ldi akalar, shuning uchun yig'ib terishga akalar ozgina endi vaqt ketdi. Xudo xolasa bugun akalar qo'ylarda mana shunaqa toza simjun nasldor variantlari bilan akalar xudo xolasa bugun videomizni boshladik. Bugun akalar 27-aprel 2026-yil xudo xolasa haftaning dushanba kuni akalar. Xo'p, birinchi partiyamizga obunachilar 4 dona to'g'li so'g'larimizdan xudo xolasa tugan bir donamiz endi kichikka chiqibdi akalar. Xudo xolasa yillar qo'zg'ayotgan bo'g'oz inshaalloh akalar. Bizga bo'g'ozni berishdi. Mana yillar ham lapillayapti xudo xolasa. Endi biz shu narsaga beramiz akalar. Qornida bolasi kuchli desa ham shu narsaga beramiz obunachilar, chunki endi har xil bo'lishi mumkin. Bo'g'ozni berishga shu narsaga olaverasizlar. Mana shu o'zini mana 3 ta qo'yimizga akalar xudo xolasa qo'zi to'g'rilarimiz hali qo'shqo'yda yurmagan obunachilar. Qo'chqor qo'shib olaverasizlar. Kelganiga akalar 2 kun bo'lib qoldi. Xudo xolasa sog'ligi sinovdan o'tdi. Kalla yuzlarini qaranglar akalar. Bir-biridan mana ko'k qaranglar, yuzni qaranglar obunachilar. Mana sizga to'n, mana sizga sifat. Xudo xolasa qo'ragizni akalar gullatadigan variantlar obunachilar. Narxlari o'ta ham arzon. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga tayyor telefonlaringizni tayyorlab turasizlar xudo xolasa. Bunaqa to'g'ri sog'liqlarda akalar ko'ryapsiz, xaridori shunaqa ko'pligidan narxlari osmon bo'lyapti akalar. Kerak bo'lsa, mana shu qizilday qo'yni ajratib turib, akalar $600, $700 ham sotishyapti. Lekin bizda insof sari baraka kelganiga qarab sotamiz akalar xudo xolasa. Qo'ylarimiz akalar kechqurun yetib kelgan. Charchovlari ozgina bor edi, charchovlarini chiqardik. Mana yerda ishlarni ko'ryapsizlar, sinab oldik. Oyoq qo'llariga ham bir ahamiyat berasizlar. Hamma yog'i xudo xolasa soppa sog'lom, bir aybi nuqsoni yo'q obunachilar. Buni yuzini qaranglar obunachilar, qo'ylarimizni yuzi toza bo'lsin, rangi toza bo'lsin, olgan vajiga sifatli bo'lsin. Xudo xolasa erdan keyin rohatini ham ko'rasizlar obunachilar. Obunachilar bo'ylarini shu 75 plus minus qolarasizlar. Bitta kichkinasi bor, ko'ki. Qolganlari 75 ta ustida xudo xolasa. Eng muhimi zoti toza, qoni toza, olgan odam maza qilib, boqib rohatini ko'radi mana. Bozorga olib chiqsangiz ham obunachilar buni kalla yuzni ko'rib, buni simjullik ko'rib akalar, xudo xolasa buni yuzni qaranglar. Inshaalloh akalar, talabaratda akalar buni. Obunachilar mayli, buni ishqibozi juda ozi ko'p xudo xolasa. Narxlarga keladigan bo'lsak akalar, u 6,5 million yo'q, 5 million 300 ming so'mdan obunachilar xudo xolasa dastlabkilarini
ichida qilib bitkazib beramiz. Ozgina xayr sunnati bor. Lekin obunachilar, bitta qizilni olaman deslaring 5,5 ga ham yo'q. Optimal olaman deslaring, xudo xolasa 5 million 300 ming so'mdan ozgina xayr sunnati beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar mana. Kimga ichidan bitta tanlab olaman deslaring sotib yuboradi akalar. Xudo xolasa muomalaga qarab akalar, endi nima edi, telefonda endi gap bo'lsa akalar, xudo xolasa chiroyli qilib xayr sunnati qilib beramiz. Xotirjam aloqaga chiqarasizlar. Bundan zo'rlari, udorlari, liniyali variantlargacha bor. Xudo xolasa videoni akalar o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Obunachilar 2 dona yarichka solo so'ragan akalarimizga qo'ydi, qaranglar, janovarni, mon qaranglar. Mashalloh. Mana sizga aka toza liniya. Mana obunachilar sifatga endi baho berasizlar. Haqiqiy udori. Akalar mana, xudo xolasa qo'ydi ko'rib turgan, qochib ketib qo'yib turgan uchun ham ushlab oldik obunachilar. Mana 2 dona toza yarichkasini so'ragan akalarimizga mana kalla yuzlari. Mana obunachilar yuzlari ham toza tiniq ikkovini ham. Kalla garbonus hamma tomoni xudo xolasa akalar kelishgan yaxshi narsalar. Sifatlari ham o'ta ham udor. O'ga odam haqiqiy baraka topadigan narsalar akalar. Ikkovi ham qo'zi, endi uka mana ikkovimiz qolganimiz uchun ham akalar nima deydi? Qo'ylarni endi tishlarini ochib ko'rsatmayapmiz. Ikkalasi ham qo'zichoq, obunachilar xotirjam borgandan keyin ko'rib olaverasizlar. Mana kalla garbonus bunaqa nimalari ham bor akalar, tumorlari ham bor. Mana bu endi yaxshi qo'ydi bolalari ekan mana. Bunisida yo'q, bunisida bor. Mana bo'ylarini ham xudo xolasa yaxshi. Endi metrimizni topolmadik, ammo kichkina metrda bir harakat qilib ko'ramiz akalar o'lchashga ham. Obunachilar katta metrda ham topdik. Bo'ylarini qo'ldan kelgancha bir o'lchab beramiz. Mana pastdan o'lchayapmiz. Qo'y ozgina endi orqaga tislab turib, mana yaqinroq olib borib, mana yo'llariga ham ko'raverasizlar xudo xolasa. Yarchkamiz. Bir xil akalar, mana kalla boshlari bir xil, ammo junini sal o'z qo'ygan holatda. Mana buni ham pastdan o'lchaymiz. Mana nechiga chiqsa olaverasizlar obunachilar. Biz muncha demaylik, o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Lekin tug'magan akalar ikkalasi ham o'ta chiroyli, zotga yaxshi narsalar akalar. Bu qo'ylar ancha pul turadi, xudo xolasa, lekin biz yengilroq chiqaramiz akalar. Dollar demaylik akalar. 6,5 million so'mdan obunachilar 13 million so'mga olib beramiz mana. Bitta ona bolani ham kerak bo'lsa 15 million so'm, 18 million so'm sotilyapti akalar. Ikkita yirik so'liqlar. Qo'chqor qo'shib yaxshi narsa olaverasizlar, xudo xolasa. 6,5 million so'mdan 13 million so'mga akalar olib beramiz. Desakalar ichida talab olishga xudo xolasa kelishaveramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. To'liq ma'lumotlarni telefon orqali ham beramiz. Kimga qiziqadigan savollar bo'lsa, lekin shoshilib qo'yinglar akalar. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastakamiz bepul. Vaholarga ham kelishgan holda chiroyli qilib chiqarib beramiz obunachilar. Nahotsa biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Obunachilar, mana keyingi partiyamizga yirigidan olaman, kattasini, gigantini ishqiboziman degan akalarimizga 2 dona mana katta so'g'larimiz yetgan, xudo xolasa. O'zi katta bo'lgan bilan yoshlari yosh obunachilar. Mana yillari ham bir yaqindan ko'rsatib o'tib ketamiz akalar, xudo xolasa. Qo'ylarimiz inshaalloh endi nima edi, biz buni naq bo'g'ozga bermaylik, shu narsaga olinglar akalar. Yillarni ko'ryapsizlar, bunimiz akalar qo'zichoq. Mana mayda bu, xudo xolasa. Hozir ham o'zi bo'y normal gavdali. Bu ikkitish akalar mana. Endi ikkitishdan o'tyapti, bo'ldi. Xo'p, obunachilar bir bo'ylarini ham o'lchab ko'rsatib beramiz. Qo'ylar o'ta chasib uchun mana pastda o'lchayapmiz mana. Necha sovrasiz akalar mana. Qo'ziga akalar shu gavda mana. Qo'ziga shunaqa katta. Bu xudo xolasa 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lguncha hali qanday bo'ladi? Xudo xolasa metrda urishi ham mumkin. Allohni bergani akalar. Bunisini ham mana yonda olamiz. Endi bu narsa kichikroq ekan bunisi. Mana nechiga chiqsa olaverasizlar. Uzunligi ham akalar o'ta uzun. Endi qo'ylar sal tegib ketsa ham pitillab ketyapti mana. Uzunligi ham 90 plyusmi?
Ordan o'lchaylik. Mana. Kvadrat akada qo'ylar. Xudo xolasa endi ikki kishi bo'lganim uchun ham zo'r qilib yo'qolmayapmiz obunachilar, chunki qo'ylar qochib ketib qolyapti. O'ta charch. Oyoq qo'llarini ham endi ko'rasizlar akalar. Katta narsalar xudo xolasa. Buni kallasi ham aytib turibdi o'zi, katta qo'ydi bolasligini. Qo'shqoqlari ham o'ta yirik bo'lgan ekan. Ona tomonidan ham katta qo'y bo'lgan ekan akalar, xudo xolasa. Dumbarazis dakansa. Bu tug'sa akalar kichkina qo'y tug'maydi-da bu. Chunki qo'zi bo'lib turib shunday akalar, gavdasi bor. Qo'zi bo'lib turib. Bu tug'magan narsa hali yilin bor akalar. Shuning uchun nima endi semizlik degan bu qo'y o'ta semiz tashlab ketgan emas. Badan sportivniy holatda. Qulog'i ham mana o'ta uzun 19 chiqsa kerak. Buniki ham 18-19 chiqadi quloqlari ham. Yosh narsalar akalar, narxlari ham yengil akalar. 7 million so'mdan obunachilar 14 million so'mga olib borib beramiz. Buni qo'zini o'zicha balandroq akalar. Bunisiga xudo xolasa jubini olganga xayr sunnati bilan xudo xolasa chiroyli qilib vodiy bo'ylab Toshkentga dastaklar qilib beramiz. Qo'ylarimiz akalar shu qo'yib bermaganimiz sababi o'ta ham kaz. Buni shalaka buloq ustidan sayrab o'tib ketib qolgani sababli ham akalar ozgina qiynalyapti. Shuning uchun ushavoldik akalar. Lekin qo'ylar udor. Kelib ko'zimdan ko'rsataman akalar, ko'rsatib, xudo xolasa qo'ylarimizni ko'rib olaverasizlar. Suyaklari ham kattadan qulog'ini qaranglar akalar. 7 million so'mdan akalar, lekin topish juda qiyin bu narsalarni. Xudo xolasa yaxshi narsa o'ylayapsizlar. Dumba razis dakansa mana. O'ta ham xudo xolasa udor narsalar. Xotirjam aloqaga chiqarasizlar. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Hali gigantlari oldinda akalar. Obunachilar 2 dona yarchkalardan yetib keldi-yu. Qo'ydi, zo'rini olaman, udorini olaman. Bitta qo'chqor, bitta so'liq bo'lsa, juplab katta qilaman degan akalarimizga, hoji tog'alarimizga akalar tavsiya qilib qolamiz. Mana akalar, qo'ydi qaranglar jonivorlarni, mashalloh deb kommentariy yozib qo'yish esan chiqmasin. Bunisi akalar urg'ochi, so'liq emas. Xudo xolasa qo'chqorni ham qaranglar akalar, qo'chqor dumbalarni qaranglar. O'zi to'lovda akalar maza qilib, baqa egizaga o'xshaydi akalar. Mana egizak emas bular xudo xolasa. Bitta cho'ponni qo'yib birga yurgan, xudo xolasa yaxshi nasl, yaxshi zot. Sifatga endi akalar gap bo'lish mumkin emas. Bunaqa dumbasga so'liqni ko'ryapsizlar akalar, $1000 ham qo'yishyapti. Insof sari baraka deganlaridek qo'ylarni akalar olib keldik, insof bilan sotamiz, insof bilan. Mana akalar turishini qaranglar. Like-ni bitta bosib qo'ying, hoji buva sizga ham mana shunaqa qo'ylardan boqish nasib qilsin. Hammamizni qo'ramizga ham mana shunaqa yarchkalardan akalar boqish nasib qilsin. Xudo xolasa udorlari, go'zallari. Narxlari ham arzongina akalar, xudo xolasa. 4 million 500 ming so'mdan akalar 9 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkilar ichida olib borib beramiz. Xudo xolasa gapimizga tushib qolsa akalar, yana ozgina xayr sunnatini qilib beramiz. Xudo xolasa, lekin bunaqalarni akalar bu sortdagi mana bunaqa simjon tondagilari akalar hal deb ham kela olmaydi. Xotirjam aloqaga chiqarasiz. Dumbani qarang, qo'chqorgadan beradi akalar. 4,5 oylik atrofidagi qo'zilar akalar. Obunachilar xotirjam mana aloqaga chiqarasizlar. Bunaqasi lekin o'ta ham kam keladi. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Sog'ligi o'ta ham ideal. Mana kalla yuzini qarang, jonivorlar qarang, mana qo'chqor qaranglar akalar, uyalib ketdi sizni ko'rib. Mana like deb bosib qo'ymasangiz xafa bo'lyapti mana. Shoshilib qol degan joy akalar, xudo xolasa. Qochib ketsa akalar o'sha bo'lmaydi. Xotirjam aloqaga chiqarasizlar. Biz keyingi partiyamizga akalar o'tiramiz. Obunachilar, qo'ylar mana gigantlarga ham yetib keldik. Mana sizga siz izlayib turgan qo'ylarni udorlari obunachilar. Ko'ryapsizlar, odamning kuchi yetmaydi akalar. Badanlar, mana qaranglar, mana turishini qaranglar. Mashalloh. Hammamizga ham akalar nasib qilsin. Buni ushab akalar ushlab ko'rsatgani endi ukam hali kichkina. Bu qo'yga akalar katta odamdan kuch yetmaydi-da. O'ta semiz, o'ta baquvvat. Mana turishlarini qaranglar akalar. Kommentariyaga mashalloh havas qildim deb yozib ketamiz. Inshaalloh hammamizga ham haqiqatan shunaqa yaxshi yo'lda nasib qilsin. Ikkovini ham akalar yelinlar turibdi, endi badan semiz bo'lgani uchun ham xudo xolasa endi buni naq bo'g'oz demaymiz-ku. Shu narsaga olarasizlar obunachilar. Yirik narsalar, bularning ham bo'ylari katta. Hozir endi o'lchab ko'rsatgan imkoniyatimiz yo'qroq.
Lekin qo'ylar haqiqiy katta narsalarga nima telefonda katta ko'ringan demaysiz, katta narsa haqiqatda o'zi ham katta yirik narsalar buni ishlar. Tikka dumba, yoshlar akalar 6 ishdan xudo xolasa. 3-qorin inshaalloh mana. Dumbalari ham tikka dumba, kallalari eng muhimi go'zal. Yuzini qaranglar akalar, uncha qo'yida damini beradigan narsalar. Polvonda o'ta katta narsalar. Xudo xolasa. Narxlari obunachilar qo'yga qarab, xudo xolasa bizga ham bu qadar arzon keldi deb aytolmayman, lekin obunachilarimizga yo'l qo'yib beramiz. 9 million so'mda obunachilar, 1000 dollar, 11 million, 10 million degan narxlar yo'q. 9 million so'mdan. Yana xayr sunnat kami bor. Xotirjam Allohga chiqarasiz agar qo'shqar so'rasang, yana qo'shqarlardan ham bor. Xudo xolasa qilib beramiz. 9 million so'mdan akalar jupiga 18 million so'm. Ozgina xayr sunnat bor. Yoshlari bir xil, gavdalari ham bir xil. Bunisi kattaroq, buni simjuni kattaroq bunga qaraganda. Lekin o'ta degan mayda katta narsalar xudo xolasa. Xotirjam telefon qilib aloqaga chiqarasiz akalar. Bizda yana bir partiyamiz bor. Biz keyingi partiyamizga bo'lmasa o'tiramiz. Sizlar shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar, so'nggi partiyamiz, so'nggi qo'yimiz. Mana bunaqa to'sizasiz akalar. Endi men ozgina kirib qolibdi akalar. Qaymoq rang akalar qo'yimiz mana. Kallani, garbonasi qaranglar endi. Kalla yuzini qaranglar. Mashalloh. Ishlar oshiqlikda ishlarni 9 oylik qo'zichoqda berishdi akalar. Mana mayda. Buni oyoq qo'llari ham mana to'q qaymoq, kallasi ham to'q qaymoq, ustlari och qaymoq rang akalar mana. Nimalari ham mana bunday razrezdagi qo'ydi udora obunachilar. Tozasini va qamagan degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Udorini. Badallari ham zo'r, xudo xolasa. Qo'yga qo'shgani tayyor mana. Sifatga endi baho berasizlar. Bo'ylarini ham akalar xudo xolasa o'lchab qo'yamiz. Mana obunachilar bir bo'ylarini ham o'lchab qo'yamiz mana. Mana obunachilar 9 oylik qo'zini bo'ylari ko'rasiz, mana 80 nihoyasini necha solaverasiz, quloqlari ham uzun. Mashalloh deb qo'yamiz. Tushlarini qaranglar. Shu yelkalik polvon narsa. Qo'chqari udora qo'shamiz. Narxlari akalar buni 600 dollarga xudo xolasa xayri sunnatini qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Obunachilar xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Bu so'nggi partiyamiz edi. Havasiga like bosib qo'yasizlar. Mana haqiqiy udora, shoshilib qolamiz xudo xolasa.